Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi haftakat programmasi bo'yicha mavzuyimiz tekst stili va annotatsiya. Bu bo'lim qayerda joylashgan o'rtoqlar? O'tgan darsimda oddiy tekstlarni mavzuga tushuntirib, mana bu va mana bu yerda. Qarang. Nima qilamiz? Birinchi o'rinda annotatsiyaga kiramiz. Mana bu yerda qaraysiz, standartda turibdi mana. Yozuvning standartlarida teksti. Bu yerda mana bu yerda upravlение стилем tekst bo'limiga kiramiz. Bu yerdan novini yaratamiz. O'zimizga ma'qul stil, masalan, bir bo'lib qo'ya qolsin mayli. O'kayga bitta bosasiz mana. Ko'rdingmi? Endi qarang. Bu yerda mana bu yozuvlar, mana ungacha chizdikki shuncha tekstni yozib. O'sha tekstlarni GOS standartda, davlat standartida qilishimiz kerak. U nima degani? Qarang. Asosan she'rni mana bu shrift ko'p ishlatiladi, GOS standartga muvofiq. Qolganini bossangiz ham ko'ryapsizmi mana? Yozuv misol tariqasi beriladi bu yerda. Kayfiyatiga qarab shu ma'qulini qilaverasiz. Lekin bu yerda yozuvda shriftlari ko'p, xuddi Word'dagidek. Lekin asosiy o'sha biz ishlatadigan mana bu. Tushuntira oldimmi? Bu bir. Ikkinchidan, mana bu yerda bu kursiv degan narsani yonboshlatadi. Bizga bu ishingiz kerak. Annotativniy, buni hali tushuntiramiz. Bu перевернуть, bu o'tgan darsda ko'rgansiz, mana teskari aks qilib yozish, bu bunda qilib bosh bilan oxirini o'zgartirib, mana sправа налево deyapti. O'ngdan chapga qarab. Keyin bu yerda степень растяжения degani, ya'ni harflar oralig'ining masofasi. Bu yerga biz 0,85 standart. Uгол наклона degani bu o'sha yonboshlashi, masalan, 5 qo'ysangiz ko'rasizmi, mana ozgina. 6 bo'libdi mana chizgan, 5 qilsangiz, 15 qilsangiz, 5 boshqacha. Nima qilamiz keyin? Bo'ldi. Asosan shu bu yoqda anaqa. Shunisi применить deb bosasiz, keyin закрыть deb bosasiz. Annotatsiyaga kirasiz, mana stil bir deb ko'ryapsizmi? Bo'ldi. Keyin nima qilasiz? Tekstga kirasiz. Tekstni resolution bosasiz, misol uchun bitta belgi bosasiz. Vысота deyapti. Balandligi. Masalan 5 bo'lsin. Uгол наклона 0 bo'lsin. Mana ko'ryapsiz, to'pda yozib qo'yasizmi? Masalan, rus tilida как chizma navigatsiya 1. Masalan, 2 marta enter bosasiz oxirida. Olam gulson. Demak, bugun buni tushunarli bo'ldi. Endi amaliy ikkiga o'tamiz. Bu yerda ham xuddi o'sha narsani takrorlaymiz. She'rni kerak bo'ladi. Bitta standartdan mana kiryapsizmi, ko'ryapsizmi? Mana kirdik. Endi bizni stilimizni topishimiz kerak. Bu stil qayerga ketib qoldi? Tekstda stil bir bor edi. Boshqa chizmaga ta'sir qilmayapti. Ko'ramiz. Ko'rib chiqyapman. Bu yerga ta'sir qilmas ekan. Endi hech narsa qilmaydi. Yana yaratamiz noldan. Stil ham stil bosamiz. Bu stil bilan bosdik. Hammasi joyida. 0.85 yaxshi. Mana bu yerda 15 qo'yamiz. Mana boshlasin. Va 1 minutda bosamiz, zakrit. Stilda turibdi, bunga kiramiz. Buni bosamiz.
yerda 250 turibdi. Mayli. Enter bosamiz. Keyin bitta enter. Mana keldi. Endi tillantiramiz. Okey. Masalan, oxirgi 2 marta enter. Burada ketma-ketlikda orqamda ketini takrorlanglar albatta. Keyin yerga qo'yib qo'yamiz. Bu yerda tursin. Mana yerda. Keyin endi yana bitta stil yaratamiz. Graf stil bir bo'lib turibdi. Notatsiyaga kiramiz. Mana bunga kirib, mana stilimiz turibdi. Endi bunga kiramiz. Bu yerdan yana novini yaratamiz. Stil 2 bo'lsin ana. Qolganlar joyida turaversin. Notativni bitta yoqamiz. Bu yerga butun 5 qilamiz. Bu yerda mana shu vosata text na list deyapti-ku tepasidagi savoli. Bu o'sha balandlikni so'rayapti. Bosdik. Buni bitta bosamiz, keyin bitta bosamiz. Annotatsiyaga kiramiz. Stil 2 da turibdi. Yaxshi. Bu yerdan text stil 2 da turibdi. Ana annotatsiyada. Keyin bu yerga kirib односрочно bitta bosamiz. Укажите точку на textda deyapti. Tochkasini yoqroq qilamiz. Endi bosib qo'yamiz. Keyingisi nima? Birinchi o'sha xonani nomi kladovaya ekan. Kladovayani boshlaymiz. Bunisi ko'ryapsiz? Сразу Google Power Text deyapti. Ya'ni Google'ni сразу so'rayapti. O'ltiraveradi. Masalan, bu yoqda jadvalda kladovayami? Xo'p, biz ham shu kladovay deb yozamiz. Kladovaya. Tushuntiramizmi? Kladovaya. Hech narsa yo'q ekan. Tushunarli. 2 marta enter bosamiz. Buni tepaga qo'yib qo'yamiz. Endi tushunarli bo'ldimi bu? Buni olib borsak, mana ko'ryapsizmi? Vosata text deyapti. Balandligi 2,5 shu bu yerda. Mana. Endi buni chizmani olib kelamiz. Oldin buni 250 deb beruvdik, esingizda bo'lsa, bitta pastda text chiqqanda. Bunda ko'ryapsizmi? Bu chiqmayapti. Koeffitsiyentini ko'rsatyapti. Keyin chizmani ham boshlagan. Hozir birinchi mana stil 2 qildik-ku, o'sha GOS standartga, davlat standartiga muvofiq o'rtoqlar. Buni chizganimizni chizdik mana nimada. Stil 2 annotatsiya bo'yicha. Keyin oxirida nima qilamiz? Mana bu yerda отображить annotatsiya obyektini bitta bosib qo'yamiz, bo'ldi. Ya'ni keyingi chizmalar chizayotganda ular ko'rinib turadi o'rtoqlar. Shu bilan o'rtoqlar bugungi mavzumiz tugadi. Keyingi darslarda o'rtoqlar ko'rishguncha xayr.